Vatan asli bojxonadan boshlanadi. Bu yerda esa kecha kunduz yurt tinchligi va uning iqtisodiy xavfsizligi posbonlari bo'lmish bojxona xodimlari ham xizmat qilishadi. Mustaqillikning 35 yilligi bu shunchaki sana emas, balki o'z taqdirini o'zi belgilayotgan, o'z chegarasi, o'z bojxonasi, o'z bayrog'i va o'z kelajagiga ega bo'lgan yurt tuyg'usidir. Egalik hissi demakdir. Mustaqillik bu g'urur. Mustaqillik bu tinchlik. Mustaqillik bu vatan. Mustaqillik bu oilam xotirjamligi. Mustaqillik bu farzandlarim kelajagidir. Mustaqillik bu o'z yurtimga xizmat qilish baxtidir. Odatda biz har kuni ko'zimiz o'rganib qolgan manzillar, uyda, ishda, ko'cha-ko'yda, mahallada mustaqillik nafasini teran his qila olmasdirmiz, lekin aynan chegara bojxona postida buni yaqqol his qilasiz. O'zbekiston Respublikasi degan yozuv va mag'rur hilpirab turgan bayroq istiqlol tuyg'usini chuqurroq his qildiradi. Bojxona postlari orqali O'zbekistonga kirib kelayotgan yoki chiqib ketayotgan har bir insonning o'z maqsad muddalari bor. Joriy yilning 7 oyida mamlakatimiz bojxona postlari orqali 37 million nafardan ziyod insonlar harakatlangan bo'lsa, ularning har birining ortida bojxona xodimining mas'uliyati va javobgarligi bor. Jumladan O'zbekiston-Turkmaniston chegarasida joylashgan Olot chegara bojxona posti orqali joriy yilda 350 ming nafardan ziyod jismoniy shaxslar harakatlangan. O'zbekistonni aylanmoqchi edim. Sayohat etmoqchi. Gadalanish uchun keldim. Toshkentda aylanjab, ko'p yerlarni ko'rdim. Betar ovodan ekan O'zbekiston. Ko'proq nima yoqadi O'zbekiston? O'zbekistonning aylanmani yerlari ütko'shik, ko'p milliy angarda parklari, eshiklari, naharlari, tag'amlari tanımaq üçün, özbek medeniyeti bilan tanışmaq üçün geldim. Oğlum autizm keseli, hastası. O'shanga ketyapmiz. Maqtashlar borib kelgan konu-qo'shnilarimiz bor, borib kelishganda yaxshi rezultat ko'rganlar, o'shanga ketyapmiz biz. Tinch yurtimiz osada yurtda rahmat degan bo'lardi. Prezidentimizning chegaradosh davlatlar bilan yuritayotgan o'zaro ishonch va do'stlikka asoslangan siyosatidan qo'shni xalqlar ham birdek bahramand bo'lmoqda va bundan ular juda ham mamnun. Ko'p yillardan beri ketgan o'g'allarim bor, to'ydan kelib o'tirim. Yarımız Özbek, yarımız Türkmen. Türkmenistan'da var, o'g'allarimiz O'zbekistonda da var. Geçmeni donut, gitmeni donut. Saklayan adam yok. Nereden gelin, nereye varın, kıyınçılık bolan yok, donut. Ben şu prezidentten de görüp kalanımda. Rahmet aydardım. Köp sağ olsunlar Türkmenistan prezidentten, Özbekistan prezidentten. Bayram mübarek olsun. İki devlete kıynalmaya girip çıkıp yürümüz, rahmet aydarımız. Kardeşlerimizi görüp, aylanıp, paydamız. Tamojni işgərləri köp yaxşı. Gülər yüz bilan qarşıladılar. Gördülər elləri yoxdu o. Yaxşı oturuş konserlər var. Yaxşı 35 yıllık bayramlarınız mübarək olsun, müstaqillik bayramlar. Hamma Özbekistanlarga mübarək olsun. Darvoqe mazkur post tashqi savdo yuklari ortilgan avtotransport vositalari harakatlanuvchi eng gavjum chegara o'tkazish punktidir ham. Boisi u O'zbekistonning eng muhim tranzit yo'lagida joylashgani bilan ahamiyatlidir. Shu o'rinda ta'kidlash joizki, respublikamizdagi tranzit yo'laklari orqali 2025-yilda tranzit yuk tashish hajmi 15,3 million tonnani tashkil etdi. Bu esa 2021-yilga nisbatan 54% ga o'sgan. Mazkur raqamlar O'zbekistonni sharq va g'arbni bog'lovchi quruqlikdagi yirik transport hubiga aylanish uchun keng imkoniyatlar mavjudligini ko'rsatadi. O'zbekiston bo'ylab 4000 kilometrdan ziyod tranzit yo'laklari mavjud va ayni shu yo'laklarning eng muhim bo'g'inida Olot chegara bojxona posti joylashgan. Tasavvur qiling, joriy yilning o'zida mazkur post orqali 150 mingga yaqin yuk avtotransport vositalari harakatlandi va kelgusida davlatimiz rahbarining topshirig'i asosida aynan Olotning ixtisoslashuvi yanada kengayadi. Endilikda Olot chegara bojxona posti shunchaki bojxona terminali emas, balki mamlakatning o'rta yo'lak darvozasiga aylanadi. Aynan shu yerdan ahamiyat bering. Xitoy, Markaziy Osiyo, Kaspiy, Kavkaz, shuningdek Xitoy, Markaziy Osiyo, Eron yo'nalishidagi quruqlikdagi tashqi savdo yuklari harakatining salmog'i yanada oshadi.
Olot chegara bojxona posti va unga tutash hududdagi terminalni xalqaro yuklarni tezkor qabul qilish va rasmiylashtirish quvvatiga ega eng yirik logistika markazlaridan biri deyish mumkin. Ahamiyat bering, post orqali yil boshidan buyon 150 mingga yaqin yuk avtotransport vositalari harakatlangan bo'lib, bu sutkasiga o'rtacha 1600 tani tashkil qilmoqda. Gelip gidiyoruz. Herkes saygılı ve değerli insanlardır. Bizim için biz onları da seviyoruz. Onlar da bizi seviyorlar. Önce burası toprak idi. Şu anda bak ne güzel caylar olmuş. Ne güzel asfaltlar olmuş. Tamojna büyüdü. Her şey güzel oldu. Burası Özbekistan devletidir. Saygımız, hürmetimiz vardır her zaman. Hepsine Allah kuvveti kudret versin inşallah. Bize her şeyin güzelliği layıktır. Biz de her güzelliğe layıkız. İnşallah olacaktır her şey. Bundan 3 yil avval postga tutash hududda bunyod etilgan ulkan bojxona terminali yuk avtotransport vositalarining kundan kunga oshib borayotgan oqimini boshqarishda hal qiluvchi ahamiyat kasb etmoqda. Yurtboshimizda bojxona organi xodimlariga ham juda ham ko'plab qulay sharoitlar yaratib bermoqdalar. Ushbu kunlarda o'sha Olot postida o'tkazuvchanlik bir sutkada kirish va chiqish yo'nalishlarida 1,5-2 mingtaga atrofda avtotransport vositalari harakatlanadi. Bu avtotransport vositalari harakatlanishini tezkorlik bilan amalga oshirishda bojxona qo'mitasi tomonidan tashkil etilgan elektron avtomatik axborot tizimlari e-tranzit kabi tizimlar orqali avtotransport o'tkazilishchanligi 2-3 karraga tezlashgan. Bundan tashqari avtotransport haydovchilariga qulay sharoitlar yaratib berish bo'yicha hozirgacha ishlar olib borilmoqda. Bojxona terminallarida elektron ochratlar amalga oshirilgan. Har bitta post xodimi elektron navbat asosida yuk kuzatuv hujjatlarini tezkorlik bilan yo'laklarga ajratgan holatda ba'zan o'zi ajratib beradi. Ya'ni sariq, qizil yo'laklarga ajratib tezkorlik bilan qaror qabul qilinib, manzil postiga agar qizilga tushadigan yuklar bo'lsa, shu terminalni o'zida ochib ko'rish imkoniyatlari ham, bojxona ko'rikdan o'tkazish imkoniyatlari ham bugungi kunda imkoniyatlari mavjud. Transport logistika tizimi, xususan uning ajralmas bo'g'ini hisoblangan bojxona postlari qanchalik taraqqiy etsa, bu eng avvalo mamlakat eksport salohiyati, investitsiyaviy jozibadorligi va hududlar rivoji uchun strategik ahamiyat kasb etib boraveradi.